Açıq tushga amroq do'stlarga bugun oila nihoyat oddiy usulda açıq ta'mli qo'y pochig'i, ya'ni xo'la yanti qilish usulini keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir ko'rabli gunalaysiz, am sug'urish boshlari ketdi. Avval o'zimizning amaliy ahvoliga qarab tayyor qilgan qo'y pochig'ini pokiz tozalab olamiz. Ondan qozonga suv quyib, pochig'ini solgandan keyin lipiz olati yalpoq to'g'rab olgan zanjil va so'ng piyozni selib, tovoqni yepib bir qaynatib tuzib olamiz. Qozonga al-nurining bulg'arimdan xoli va yeşil o'lcham ishlangan tunji siqim birinchi darajalik zarang'izmaydan bir shumish qo'yib, may qizig'anda samsoq, zanjibil, so'ng piyozni selib, buni birdan qo'rib, mizlik burqini chiqarib olib, keyin muvofiq miqdorda shallaza va ochiq keskanlar solamiz. Rog'liq materiallardan bayko, shangye, savgo, baja, xoja va baykolarni tayyor qilib seta olamiz. Bir nechini qo'rayotgandan keyin bir qo'shqa atrofida do'banjang selib, davomli qo'rib, do'banjangning mizlik burqini to'liq chiqarib olib, ustiga muvofiq miqdorda bir liqatimni suv quyamiz. Ondan oz miqdorda lavcho yoki xo'nshav jonga qo'yib, rangini taqim chiroqli chiqarib olamiz. Mana shunday pochaqni chiroqqa solgandan keyin tovoqni yepib, 1 soat atrofida qaynatishni boshlaymiz. Qozon qaynashga oz qolganda oz miqdorda tuz va yarim qo'shqa atrofida oqmish selib, tovoqni yepib davomli qaynatishni davomlashtiramiz. Hamon vaqtni to'shibdi, tovoqni ichib qaraydigan bo'lsak, suylar tugab, rag'ris pishib qopti. Endi biz taxsiga kelib, ustiga bir nechta yumg'oq tashli yutiblar iste'mol qilishni boshlasak bo'ladi. Mana shunchalik oddiy. Hamza oxirida ajrimga haqsiz yurakdan birini berib, qo'llash bilan birga Penlo rayoniga gullarni yo'llab qo'ysanglar, meni qaytib olsanglar, mushunga o'xshash nodir mazmun kunni zo'ringlarda kelar sani ko'rishaylik, xayr xo'sh.